Xo'p, bugun grammatikamiz joylardan eso, joylardan kaji, ya'ni dangacha degan grammatika. Xo'p, joylarga qo'shamiz eso. Eso joylarga qo'shamiz kaji. Eso kajining tarjimasi joylarga nima? Dan gacha. Dan gacha. Xo'p, dangacha deganda misol aytishimiz mumkin. O'zbekistonda 한국까지, yoki 집에서 병원까지, yoki 가게에서 집까지 davom etadi. Biz dangachadan o'sha dangacha esokachi grammatikasini birinchi o'rganadiganimiz, ya'ni transport vositalariga biz euro shaklida o'rganamiz. Euro kada yoki bo'lmasa euro oda. Xo'p, euro deganda bu transport vositalariga euro kada, ya'ni nima? O'sha orqali transport vositasi orqali bormoq yoki transport vositasida bormoq degan ma'noni bildiradi. Misol aytishimiz mumkin, men O'zbekistondan Koreyagacha samolyotda bordim deganda Pxengiro qassoyo yoki Pxengiro vassoyo. Xo'p, gaplarni ko'ramiz. Xo'p, men uydan maktabgacha taksida bordim. 저는 집에서 학교까지 택시로 갔어요. 여기 택시로 갈 거예요. 여기 택시로 갔습니다.